Assalomu alaykum do'stlar. Suratda ko'rganingiz sistit kasalligi. Qani, bismillah. Bo'lmasa народный meditsinada va medikamentoz zamonaviy meditsinada qo'llanadigan dorilarda aytaman. Sistit kasalligi nima? Sistit kasalligi ikki xil turga bo'linadi: xronический и острый. Xronический turdagi kasallikda stafilokokk infeksiyalar ko'payishi va siydik pufagini yallig'lanishi to'g'risida dorilarda aytaman va uretrit, uretra yo'llarini shamollashi va giperplaziya, adenомы, доброкачественный giperplaziya предстательной железы, ya'ni prostata bezini kattalashishi, hajmi kattalashib, siydik protokini qisishi. Bu hollarda ko'pincha operatsiya zarur bo'lib qoladi do'stlar. Shuni oldini olish uchun sistit kasalligida qo'llanadigan народный meditsina va meditsinadagi dorilarda aytib o'taman. Sistit kasalligida shuni ham bilishingiz shart, quvuqlar sanchig'i og'rig'i, muchniy og'riq bo'ladi juda ham. Siydikda tomchilab chiqishi ayollarda va erkaklarda va zadniy proxodlarda sanchiqlar, og'riqlar va tez-tez peshobga yugurish. Shu hollar bilan kuzatiladi. Bunda uy sharoitida margansovka tayyorlaymiz. 3-4 litr do 5 litr. 5 litrgacha choy rangida margansovka solinadi. Iliq suvga, iliq qaynagan suvga. Qaynab iligan suvga choy rangida margansovkani solib, atrofini polotensa bilanmi, doka bilanmi o'rab, issig'i chiqib ketmaydigan holatda shu margansovkali suvga o'tiriladi 10-15 minut mobaynida. Ayollarga va erkaklarga polniy a'zoni solib o'tirish kerak va qizlarga, balog'atga yetmagan va erga tegmagan qizlarga tavsiya etilmaydi bu margansovka. Qolgan dorilarni народный meditsinada va zamonaviy meditsinada dorilarni ichsa bo'ladi. Zamonaviy meditsinada tamsulazin kapsulasi, bitadan kapsula yotar oldidan ichasizlar 5 kun mobaynida va народный meditsinada доказательстволар. Doказательство bilan mana kitobdan ko'rsataman. List talaknyanka, kukuruzniy rылец, ya'ni talaknyanka bu medvejye ушко deydi. Ayiq quloq o'simligi barglari, kukuruzniy rылец bu makani popildiriga, koren solodki chuchuk miya yildizi, bu yerda krasniy kirpich. Bu haqida ham alohida to'xtalib o'taman keyingi videoda. Sistitga juda ham обычный и простой способ hisoblanadi. Xvosh полевой, qirqbog'im, asina и брусника. Ularning ichida eng zo'ri talaknyanka, kukuruzniy rылец и koren solodka hisoblanadi do'stlar. Siydik achishib chiqqanda va og'riqlarda. И propolis